Yer uchastkalaridan foydalanish tartibi yanada takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Bunda qonun bilan kiritilgan qo'shimchalarga ko'ra davlat mulki bo'lgan aholining madaniy va maishiy ehtiyojlarini qondirish va dam olish uchun foydalaniladigan yerlarni xususiylashtirish yoxud boshqacha tarzda begonalashtirish ta'kidlandi. Ushbu yerlarda binolar va inshootlar qurish yoki mavjud bino va inshootlarni qurilish maydonlarini kengaytirish, ushbu yerlarning hududini qisqartirish ta'kidlash belgilandi. Jinoyat kodeksiga kiritilgan qo'shimchalarga ko'ra, mazkur cheklovlarga rioya etilmagan holda yer berish tartibini buzganlik uchun jinoiy javobgarlik kuchaytirilmoqda. Shuningdek, yer uchastkalaridan ruxsat etilgan foydalanish turlari joriy etilib, ularning asosiy shartli ruxsat etilgan va yordamchi turlariga bo'linishi ko'zda tutildi. Bundan tashqari, botanika bog'lari muhofaza etiladigan tabiiy hududlarga kiritilishi va uning hududida o'simlik dunyosining saqlanib qolishiga tahdid soluvchi har qanday faoliyat ta'kidlandi.